qiladigan, tumanimizni sharafini himoya qiladigan o'quvchilar ushbu davraga yig'ilgan. Va ustozlarimizga ham mana shu shogirdlaringiz bugungi bilimlarini yana bir bor sinovdan o'tkazib olasiz degan niyatdaman. Men bu jadidlar izdan tanlovga ikkinchi yil qatnashishim. Men bu tanlovga o'z qiziqishim bilan keldim va o'z qiziqishim bilan bu jadidlarni o'rgandim. 2024-yil Prezident tashabbuslari bilan jadidlar izdan tanlov o'tkazildi. Bu tanlovning tuman bosqichida 1-o'rin, viloyat bosqichida 3-o'rinni egalladim. Jadidlar xalqni ilm-ma'rifatli bo'lishiga, bilimli bo'lishiga intilishgan. Ularni hayotini o'rganish biz uchun sharaf. Shu tanlovda qatnashayotgan barcha o'quvchilarga omad tilayman. Hurmatli Prezidentimiz tashabbuslari bilan Maktabgacha ta'lim va Maktab ta'limi vazirligi tashabbusi va ular homiligi asosida 2024-yil jadidlar izidan ko'rik tanlov tashkil etildi. Mana shu tashkil etilgan tanlov asosida 6, 7, 8 sinflar va 9, 10 sinflar kesimida ikki toifa o'quvchilar o'rtasida tanlov uchta bosqichda amalga oshirilib kelinmoqda. Tuman bosqichi, viloyat bosqichi va respublika bosqichi. Eng quvonarlisi shundaki, respublika bosqichida munosib o'rinni egallagan 14 nafar g'olibimiz chet el safariga sayohatga yuboriladi. Bu juda ham quvonarli hol. Yana bir tomondan bu yilgi jadidlar izidan ko'rik tanlovi Yangiobod tumanidagi 1-umumta'lim maktabida o'tkazilyapti. Bu maktab jamoasi o'tgan yili tumanda 1-o'rin va viloyatda 2-o'rinni egallab tuman sharafini himoya qilib kelishgan edi. Bu yil ham o'quvchilarimizga mana shu tadbirda, mana shu tanlovda muvaffaqiyat, omad tilaymiz. Barcha o'quvchilarimiz mana shu jadidchilarimiz izidan borishga va ular yozgan asarlarini mukammal o'rganishga haqlidirlar. Chunki adabiyot har bir xalqning yuragidan, qalbidan chiqqan bir nizomda. Chunki Abdulhamid Cho'lpon ham shunday deganki, adabiyot yashasa millat yashaydi. Demak, biz qanchalik adabiyotni sevsak, adabiyotlarni sevib o'rgansak, millatimiz shunchalik taraqqiy etadi, rivojlanadi va jahon ommasida keng taniladi. Ushbu jarayonda hozir qizg'in davom etmoqda. Birinchi shartda, ya'ni test jarayonida o'quvchilarimiz qatnashyapti. O'quvchilarimiz barchasiga omad tilaymiz, muvaffaqiyat tilaymiz. Yana viloyat bosqichida, respublika bosqichida hammalar munosib o'rinni egallashlarini tilakdoshiman.